Voy. Voy bolajonim keldingmi? Oyi. Voy o'zim assalomu o'rgilay. alaykum. Sog' salomat ko'rsatganiga shukr. Jamilani qornidagi bola kimniki? Oyi, qiziqsiz a? Kimniki bo'lardi? Meni bolam. Kosa qolsin. Namuncha. 3 kun och qolgan odamga o'xshab yeyishingni qara. O'g'limga tahdid qilayotgan bolangni otasini yoniga bor. Xohla bor, xohla borma, bu sening ishing. Lekin meni o'g'limdan uzoqroq bo'l. Uyimizdan, hayotimizdan ket. O'g'limga tayyorlab ketibdi. Borsin deb. Borasizmi? Qizi ham chaqirdisi ham boshida qolsin. Bormayman. Lekin bekor qilasiz. Tovlarga qarading bolam? Yo'q. Nega? Har kuni qiladigan ishingni men aytib turishim kerak senga. Endi men qaramayman. Kim qarasa ana qarursin. Nima jin chaldi seni? Nimaga qaramaysan? Dadam bo'ri bosarimni ammakimga berib o'rganlar uchun. Ay. Vahima qilma. Ana iting bor-ku. Nima qilasan ikkita itda? Bo'ri bosarim meniki edi. Dadam akalariga ana bu bekni berib o'rsalar bo'lardi-ku. Nega menikini berib o'radilar? Qaytarib olib bersalar menikini. Endi itni alamini to'g'lardan olyapsanmi? Dadang kelsa bir ta'zirini bermasanmi? Endi uyda hech qanday ish qilmayman. Ha. Itimni baribir amakimnikidan o'g'irlab kelaman. Nima? Nimalar deyapsan? A? Ey! Shoshma. Ishlarni qilib qo'y. Qilmayman. Quloqsiz. Chiqib qarayman. Bu, yig'lama. Yig'lama qizim. Meni yig'latding qizim. Men seni sog'inib kelsam, sen yig'lab kutib olding. Shunaqa qilsang, kelmayman. Ey, Marjona. Yosh bola bo'lmasang-chi, dadangni yuragini ezib nima qilasan? Ammo qizim bo'lishmang. Jiyan, men urishganim yo'q. Ha. Jiyan, uyga kiraylik. Ostona xatlab kirishing bilan seni bu yig'i-sig'i bilan kutib oldi-ya. Qizi tushmagura. Sog'inganda, sog'ingan. To'g'rimi qizim? Bo'l, yig'lama. Yig'lama. O'zim artaman. Ko'zing nega ko'kardi? Tinchlikmi? Nima gap? Nimadir bo'ldimi? Ha. Jiyan, bularni bilasan-ku. Xayol parishon yuradi-da. Eshikni ochaman deb eshikka uryapti-da. Hozirgi yoshlar shunaqa o'zi. Xayolparast. Qanaqa qilib eshikka urib olishi mumkin? Bexosdan urib oldim, xayol bilan dada. Ko'zingga qarab yurganda ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l. Xo'p. Ha? Qani? Ammo Ichkariga qani? Kiring. Hurmating bor? Kir, Jiyan. Kir. Kira qol. Bir kelib qopsanda, Jiyan. Ha, gapirmang. Qani? O't. Keling. Yura qol. Keling, o'zingiz boshlang.
Qani? Keling. Rustam! Rustam! O'g'lim chiqqin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rustam Rahmonov. Mana bu sudni sizni qamoqqa olish qarori. Voy. Qanaqasiga? Siz jarohatlagan odam bugun kasalxonada vafot etdi. Voy. Iyi. Qolgan gaplarni idoraga borganda gaplashamiz. Marhamat qilib biz bilan yurasiz. Iyi, shoshmang. Hop. Sizlar nohaqsizlar. Bu o'zini himoya qilgan. Aslida-chi ularni o'zi o'g'limni o'ldirmoqchi bo'lishgan. Bu o'zini himoya qilgan. Mana qo'lini qarang, Oyi. hali ham mana shunaqa Oyijon. yara bo'lib turibdi. Bo'ldi. Xola, asabiylashmang. Ha. Hammasini o'zim hal qilaman. Siz siqilmang. Men hozir chiqaman. Faqat tezroq Oyi. bo'ling. Tinchlaning. Hammasi O'g'lim. yaxshi bo'ladi. Xotiningni haydab yuboraman, bildingmi? Oyijon, sizdan iltimos. Mensiz hech narsa qilmang. Iltimos oyijon. Xudoyim. Endi nima bo'ladi, a? Hoy, shoshma Rustam! Rustam! Ular adashyapti, bolam. Marhum Sarvar G'oyibovning ota-onasi ustingizdan shikoyat arizasi yozishgan. Unda siz Sarvar G'oyibovni ataylab o'ldirganlikda ayblanasiz. Tushunmadim. Qanaqasiga? Nima men ataylab Sarvar G'oyibovni kel seni o'ldiraman deb yarim kechasi eshigimni tagiga chaqiryapmanmi? Ha, shunga yaqinroq. Siz uni ishim bor deb chaqirib olgan ekansiz. Ota-onasini aytishi bo'yicha ba'zi bir ishlarga chaqirib yurar ekansiz. Bu tuhmat. Men isbot talab qilaman. Bo'ladi. Sizga isbotam, dalilam bo'ladi. Siz avval Sarvar G'oyibovni hech ham ko'rmaganman degansiz. Tanimasligingizni aytib ko'rsatma bergansiz. Ha, shunday. Ammo Sarvar G'oyibovning otasi sizlarning bir necha marta uy oldiga borib, uchrashib, gaplashib o'tirganlaringni guvohi bo'lgan. Bu ham tuhmat. Isboti yo'q ularni. Isboti bo'ladi deyapman-ku. Demak, siz aytilgan gaplarni tan olmaysiz. Yo'q, albatta. Mana buni o'qib chiqib, qo'l qo'ying. Doktorning gapini eshitdingizmi? Yana keyinroq massaj olishingiz kerak, oyijon. Eshitdim. Shu massajni o'zingiz o'rganib olmadingizda, kelin. Mana ko'rasiz. O'rganib olaman, oyijon. Ehtiyot bo'ling. Ha, nima oyijon? Ha, yangi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, Jamila bilan gaplashdingizmi? Gaplashdim. Hamma gaplaringizni aytdim. Nima dedi? Yaxshimisiz? Charchab qoldingiz-a? Voy, Robiya xon. Labbay oyijon. Anavi Qumramasmi? Kim bilan gaplashyapti? Ha, Qumri oyijon. Voy, kim bilan gaplashib turibdi? Sal qolsa o'zimni yoqamga yopishardi. Siz Nodirni qayerdan taniysiz deb dag'dag'a qildi. Tanimayman deb bahona qilmadingizmi? Men ham uni bopladim. Ha, Men Nodirni tanimasam, Nodir meni taniydi dedim. boplabsiz. Nodir bilan. Tavba. Voy, Qumri Nodirni qayerdan tanir ekan? voy. Qumrini Nodirda nima gapi bo'lishi mumkin? Men ham shunga hayronman, oyijon. Xullas, gaplaringizni aytdim. O'ylab ko'rarkansiz dedim.
Qarasam mendan shubhalanyapti. Boplabsiz. Rahmat. Mana bu sizga. Oling. Bu yog'iga bo'sh kelmang. Ha, albatta. Yana ko'rishamiz. Mayli. Kelin. Hoy kelin. Labbay oyijon. Tayyormisiz? Mana bo'ldim, tayyorman. Voy, Hoshimjon qani? Bilmadim, ko'chaga chiqib ketuvdilar. Obbo. Shu ishlarni keyinroq qilsa bo'lmasmidi? Kechikyapmiz-ku axir. Bu qaynotangning ichi qiziyapti. Unda sizlar boraveringlar. Hoshimjon akam kelsalar, birga boramiz biz. Ha. Shunaqa qilsa ham ekan, ha? Sizlar boraveringlar dadajon bilan. Biz orqanglarda yetib olamiz. Bo'pti. Biz unda borib turaveramiz. Lekin Hoshimjon kelishi bilan birga boringlar, xo'pmi? Xo'p, Bo'pti. Nima qilyapsan? Assalomu alaykum. Hali ketmadinglarmi? Sen oyim bilan dadam bilan boraver. Meni zarur ishim chiqib qoldi. Shuni bitirib, orqanglardan boraman. Dadam bilan oyim ketishgan. Men sizni kutib turgandim birga boramiz deb. Nimaga meni kutasan? Ketavermaysanmi oyimlar bilan? Bilmasam, siz ham borasiz deb o'ylagandim. Unda sen o'zing boraver, men keyinroq boraman. Shoshmang. Ha? Bir o'zim qanday boraman? Bir o'zing borsang nima bo'pti? Begona joy emas-ku. To'ydan keyin ota-onasining uyiga birinchi marta borayotgan qiz qanaqa qilib bir o'zi boradi? Har doim nimaga menga muammo tug'diraverasan, ha? Oyim bilan ketavergin edi, meni kutmasdan. Oyim Hoshimjon yangi kuyov bir o'zi kirib bormasin degan uchun sizni kutgandim. Biram gapi ko'p shu xotinlarni. Unda bunaqa qilamiz. Sojida uydami? Uyda. Tez ayt, kiyinsin. Sen Sojida bilan boraverasan, men ishimni bitirib orqanglardan boraman. Bo'ptimi? Ovora qilib meni ham olib kelapsiz-a, keyin. Men nima qilaman qiz chaqirdi-da. Bu akangizni talabi-ku Sojida. Nimaga menga unaqa deysiz? Akamga yo'q, Sojida bilan bormayman desiz bo'lmaydimi? Qanday aytaman Sojida? Marjona, yaxshimisan? Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Keyin, bu yigit kim? Sinfdoshim. To'yda to'polon qilgani o yigit emasmi? Ha, o'sha. Rasi chiroyli yigit ekan-a? Voy, bizga qaradi keyin. Qarasa qarayversin. Nima ish qiladi sinfdoshingiz keyin? O'qiydi, men bilan kursdosh. Yo'g'e, rostdanmi? Ha. Shu yigit bilan meni tanishtirib qo'ying keyin. Juda ketavergan yigitga. Bo'ylarini balandligini. Ha, aytgandek, to'y kuni nimaga to'polon qiluvdi?
ichib olib, akamni do'stlari bilan mushtlashdi deb eshitdim. Juda ushqoq bolami? Bilmadim. Yuring kech qolamiz. Mayli. Ovsin! Ovsin! Uyda ekansiz u. Nimaga ovoz bermaysiz? Menga qarang. Tashqarida qaynonam yo'qmi? Ha? Yo'q. Ketdimi? Ha? Namuncha do'diraysiz? Hech kim yo'q. Qaynonam kelgani yo'q. Kelmaydi ham. Keladi. Endi keladi. Birdaniga paydo bo'lib, birdaniga g'oyib bo'lyapti. Ana yangilik. Oyoqlari yurib ketibdimi oyijonni? Ha, yurib ketibdi. Qo'lim ishlabdi. Meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Nima? Odamni qo'rqitmang. O'zim ham qo'rqdim. Hali ham qo'llarim qaltiryapti. O'zimga kela olmay o'tiribman. Qaynonam hamma gapni eshitgan. Alami bor. Alami bor menda. Menda alami bor. Men sizni yoningizda edim. Demak, menda ham alami bor. Choydan qo'ying. To'laroq qo'ying sal. Xo'p bo'ladi. Menga ham qo'ying. Rahmat. Xo'p, ustiga Qo'yavering. Mana, ol. Labayoyjon. Ikkinchi ovqat uvol qilmanglar. Bitta ovqat yetadi. Bekorga isrof bo'lmasin. Kelin. Yangajon. Kelinam niyat qilgandir-da. Qo'ying endi. Shaxtini qaytarmang. Bu ham jiyanini obro'sida. Endi shuncha odamni oldida kelinni ziqimang, yangajon. Ha, oyijon, niyat qilgandik. Siz xavotir olmang, hech narsa uvol bo'lmaydi. Biz uvol qilishga qo'ymaymiz, yangajon. Ha. Juda uvol bo'ladigan bo'lsa, yeguliklarni hammasini idishlarga solib uyimizga olib ketamiz. Ha, qizim? Mayli. Qani, olinglar. Ha, ol. Sizlar odamlardan chaqib o'tir, qizim. Chaqib chiqib oling, qizim. Cho'ntagimga savoli uyda chaqama. Shoshma Jamila. To'xta. Yana senmi? O'tir mashinaga, tashab qo'yaman. Tinch qo'y meni, iltimos. Iltimos sendan, tinch qo'y, yetadi. Men seni tinch qo'ymayman. Menga qara, Jamila. Men seni boshimda ko'tarib yuraman. Menga bitta imkoniyat ber. Meniki bo'lgansan. Meniki bo'lib qolasan. Men bolamga o'zim otalik qilaman. Meni boshimda erim bor. Sen menga begonasan, nomahramsan. Tushundingmi? Bilib qo'y. Baribir men seni u bilan yashatmayman. Nima? Sendan ruxsat so'raymanmi, a? Bekorlarni aytibsan. Hali ham gapimga ko'n. Yana nima qilay? Sendan qo'rqmaymiz. Bilib qo'y. Tushundingmi? Ko'p ham o'sha mahramingga ishonaverma. Senga ishonaymi? Bu gal pichoqni ishlata olmaydigan odam uchrab qoldi. Keyingi safar o'zim uchrayman. Bilasan, esingda tursin. Men qassobning o'g'liman. Bilib qo'y. Rozi bo'lmasang, sevgilining umriga zomin bo'lasan. Seni ko'rishni ham, bilishni ham istamayman, tushundingmi? Ko'zimga ko'rinma.
qilyapsan? Qo'y shu idishlarni. Endi sen bu uyda mehmonsan. Uyga kirib mehmonda yotar. Unaqa demang oyijon. Men hali ham shu o'yinning a'zosiman. Mehmon emasman. Qaniydi bolajon, bir umr bag'rimda yashasang. Qiz bolaning qismati shu ekanda. Ota-onasini bag'rida katta bo'lar ekan-u, bir etib boshqa xonadonga uchishar ekan. Balki shuning uchun ham hamma o'g'il farzandi bo'lishini orzu qilsa kerak. Shunaqa o'rning bilinyapti qizim. Xonangga kirsam yig'lagim keladi. Oyijon, jonim. Jonim bolam. Nima bu? Yo, menga qara. Qani? Nima qildi ko'zingga? Xavotir olmang. Nima qildi bolam? Hech narsa bo'lgani yo'q. Eshikka urib oldim. Eshikka ursa shunaqa bo'lar ekanmi? Aldama meni, nima bo'ldi? Oyi, vahima qilyapsiz. Hech narsa bo'lmadi. To'g'risini ayt. Kuyov murdimi? Kenayi. Oyijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ichkaridamisizlar? Kiring ichkariga. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling Jamilaxon. Yaxshimisiz? Kenayi, oyim qanilar? Oyjon, ichkaridalar, mehmonlar bilan birgalar. Kiring ichkariga. Kirmay qo'ya qoling, mazam yo'q. Xonalarda bo'laman, aytib qo'ying. Ko'raman, ketaman. Mayli. Xo'p. Mana buni o'qib chiqing. Nima bu? Siz ishingiz bo'yicha guvoh paydo bo'ldi. Uni ko'rsatmasi bu. Unda aytilishicha, siz yo'ldan o'tib ketayotgan Sarvar G'oyipovni avval haqorat qilgansiz. O'rtalaringda dahanaki jang boshlangan. Keyin o'lgudek kaltaklagansiz. Qo'ysangizchi bu yolg'onlarni. Kim o'zi u o'ldira olmasdan endi qamatishga kirishgan? Sarvar G'oyipovning otasi. Men u bilan ko'rishsam bo'ladimi? Oldingizda ba'zi bir savollarni berardim unga. Rustamjon, unutmang, siz bu yerda advokat emassiz. Qotillikda gumonlanayotgan gumondorsiz. Iltimos. Meni marhum Sarvar G'oyipovni otasi bilan uchrashtiring. Yaxshi, men buni o'rganib chiqaman, keyin sizga javobini aytaman. Rahmat kattakon. Ey, telefonini titkilab o'tiravermasdan chiqib qara. Kennoyi nima qilayotgan ekan? Ona bola ikkalasi oshxonaga kirib olib, bizni g'iybatimiz qilishyapti shekilli. G'iybat qilsa o'lib ketmaydimi? Menga nima? Bor dedim. Menga nima demasdan. Shu yerda ham meni shpionlik qilishga majburlaysiz, oyi? Ko'p gapirma. Bu shpionlikka kirmaydi. Ehtiyotkorlikka kiradi. Tur. Ko'p gapirma. Xo'p. Tez-tez chiq. Xo'p. Eshitmay kiradi hozir bu. Nima bo'ldi o'zi? Nimaga uradi? Hali chillang ham chiqmagan bo'lsa. Chillasi chiqmagan kelinni ham uradimi? Gapir.
O'zimdan o'tdi oyijon. O'zimdan bo'ldi, siz siqilmang. Bo'ldi oyijon. O'ylamang shu narsani. Qanaqasiga o'ylamayman? Qara ko'zingni. Nimaga uradi? Urdi, a? O'ylamang. Urdi, to'g'rimi? Kuyov Oyijon. shu. Bexosdan eshikka urib oldim. Ochib yubordilar Hoshimjon aka. Men eshikning oldida turgandim. O'zlari ham bilmay qoldi. Kecha bilmay qoldim deb biroz uzr so'radi. Akam uzr so'rabdilarmish. Yolg'onam evi bilandi. Oyim bor bajarmaganda o'lardi. Onasini aldashini-chi buni? Aldayapsan. Yo'q oyijon, aldamayapman. Nega aldayman sizni? Yig'lamang. Voy, Hoshimjon aka yaxshi. Menga mehribon. Xavotir oladilar mendan. Yig'lamang, iltimos oyijon, yig'lamang. O'zingiz oshirib yuboryapsiz. Yomon narsalarni o'ylamang. Jonim bolam. oyimga aytaman bu yolg'onlarni. Yo'q. Agar ana u kelishgan sinfdosh bilan tanishtirib qo'ysa, keyin ham tomon bo'lib olaman. Ana Tolib juda ham chiroyli bola ekan. Hech ham ko'zim yonidan ketmayapti. Menga ma'noli qaragandek bo'ldimi yoki menga shunday tuyuldimi? Lekin keyin ham sinfdosh haqida gapirgisi kelmadi. Go'yo mendan nimadir yashirgandek bo'ldimi? U bola menga qaraganiga keyin ham ichi kuydi. Meni ko'ra olmadi. To'g'ri, qaysi kenayi qaynsinglisining yaxshi joyga turmushga chiqishini xohlaydi. Hech qaysi. Nega qabasan qizim? Nima qilyapti u yana? Yolg'iz ko'rdi deguncha yo'limni to'sadi. Erini qo'yib, menga deg deyaveradi. Yomondan yo qochib qutul, yo o'lib qutul deyishgan. Shunga tegib qo'ya qolganingda ortiqcha mashmashalar bo'lmasdi. Shuncha gap so'z ham bo'lmasdi. Endi u bir umr soyada ergashib yuradi. Chunki senda omonati bor. Demak, bog'lab turadigan ko'zga ko'rinmas arqon bor senda. Uni qanday uzasan? Bolam, meni aqlim yetmayapti. Bu mushkul savdo. O'zi o'shanda avtohalokatda o'lib ketsam bo'larkan, oyi. Bu nima deganing? Hammasidan qutulardim. O'chir ovozingni. Nima? Meni qaraganimda kuydirmoqchimisan? Bo'lama. Oy, siz boring. Ammamni bilasiz-ku, shundan ham jahllar chiqmasin. Hamma narsaga e'tiborlilar. Xo'p qizim, sen ham yura qol. Ishlaringni keyin qilarsan. Xo'p, hozir ozgina qoldi, bitirib olay, ortingizdan chiqaman. Xo'p. Tezroq chiqqan. Hozir mendan so'rashadi, Marjona qani deb. Xo'p, boraman. Ko'p qolib ketmagin. Xo'p. Ovsin, gap bilan bo'lib nimaga chiqqanim ham esimdan chiqib ketdi. Chiqmaymizmi? Robiyanikiga, qiz chaqiriqqa. Yo'q, Ovsin. Men chiqmayman. Voy, O'sha qaynonangizni ko'rmayam, kuymayam. yashang. O'zi, men ham chiqmaylik demoqchi edim.
Chunki men chiqmayman. Qizinikiga mensiz bordi. Endi qizini ham mensiz kutsin. To'g'ri qilasiz. Chiqmang. O'zi men bundan keyin ham umuman o'sha uyga bormoqchi emasman. Men endi bilmadim. U bu narsaga chiqib turaman-da baribir. Ey, menga qarang. O'zi siz qachongacha ikkita kartoshka, bir piyola mosh, bir piyola tuz so'rab yurasiz? Qachon qarama piyola ko'tarib yurasiz? Voy, o'rgildim sizdagi to'kisdan. Bor yo'g'i bir piyola mosh so'rab chiqqandim-a? Ha, bir piyola mosh kimni o'ldiribdi? Ochsiz ovsin, judayam ochsiz. Nima? Men ochmanmi? Hozir sizga bir piyola emas, 10 piyola mosh beraman. Rahmat ovsin. Endi bir piyola ham mosh so'ramayman. Yaxshi, so'ramang. Bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Demak, umuman chiqmang demoqchimisiz? Chiqmasam chiqmayman. Ey, Robiyadan saxiy ovsinim yo'q ekan o'zi. O'shanikiga boraman. Mayli, qizinikiga chaqirmasa ham. Ketdim. Ula? Ey, chiqmasang undan nari chiqma. Yaxshiyam shu Robiya ovsinim bor-a? Nima? Men narsa bermasam men yomon. Robiya yaxshi bo'lib qoladimi? Sotqin. O'rgildim. Habibulla ukasini kim edi xudo? Pochcha, tunov kuni sizni oldingizga borganimda ukamni ham uyga kirib chiqdim. Ancha mazasi yo'q. Aka, borolmayman degandi. Yana tovib qochdimi? Shu oxirgi payt tez-tez mazasi qochadigan bo'lib qolgan pochcha. Nega bunaqa bo'lyapti ekan? To'y kuni yaxshi turdi shekilli? Yo'q, pochcha. Ukam bechara to'yda ham zo'rg'a o'tirdi. Unda yaxshiroq doktorga ko'rsatish kerak. Ha, pochcha, bu hafta vaqt topib Toshkentga olib bormoqchiman. Yaxshi doktor topib davolatmoqchiman. Shunaqa qiling, xudo. Ey, pochcha, mana shu kasalli deb ukam ancha tushkunlikka tushib qolgan. Alloh shifo bersin. Ko'rmagandek bo'lib ketsin. Aytganingiz kelsin. Pochcha oling. Ha, xo'p. Oling. Oling o'zim. Oyijon, kimnidir kutyapsizmi? Kimni bo'lardi? To'tini sonida. O'zingizga tayinlab aytganmidingiz o'zi? Nega kelmayapti? Uylarga borsam yo'q ekanlar. Abrorjon, bugun oyim uyga kelmaydilar dedi. Shunga bolalarga tayinlab kelgandim. Kasal erini tashlab qayerga ketibdi o'zi? Bilmasam, oyijon. Yanga, to'g'risini men aytaymi sizga? Voy, aytingchi. Qisqasi, to'tinisa katta ovsinidan xafa. Bugun ataylab kelmadi. Voy, yo'q-e. Nega xafa bo'ladi? Qudam Marjonani ko'rgani borganda to'tinisoni aytmabdi. Hali ham shu gapni cho'zib yuribdimi? Men unga 100 marta tayinlagandim-ku. Undagina qudrat qilma deb. Yangajon, sizchi million marta tayinlasangiz ham to'tinisa bu odatini tashlamaydi. Sut bilan kirgan yangajon, sut bilan. Mayli, o'zlari biladilar, qo'ying. Kelsalar mana eshigimiz doim ochiq. To'g'ri. Kelmasalar zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Kelin, endi ovqatingizni suzing. Xo'p bo'ladi. Shuna qila qoling.
Bilasiz, menga yog'sizroq, go'sht ko'proq bo'lsin. Maylimi? Xo'p, Menga yog'liroq bo'laversa. Nega? Sen yog'sanki, semirib ketasan. Yog'lash semirib quraman-da, ketasan. oyi. Ha, xo'p. Xo'p, Mayli, bo'ladi. Langajon, mayli. Hozir. Yeb olgin. Dadasi, ovqat suzib keldim. Issig'ida yeb oling. Ishtaham yo'q. Keyin yeyman. Ishtaham yo'q deb yotursiz, qayerdan keladi ishtaha? Keling, sovumasin. Qani? Oling. Yosh bolaga o'xshab ketyapsiz-ey kundan kunga. Inson qarigan sari bolaga o'xshab boraveradi-da. Qani? Yemayman. Aytganday, Komil akam bugun Marjonani chaqirdi qilgan. Esiz, sog'lom bo'lganimda men ham jigarlarim bilan diydorlashib kelardimmi? Tavba, ular sizni oldingizga kelishsin, hol so'rab. Sog' bo'lsam deyapman. Shunda ham insult bo'lganimdan beri jigarlarim tez xabar olishyapti. Ha. Juda tez xabar olishyapti. Sen nega bormading o'zi? Hamma o'sha yoqda. Seni iching qizimayaptimi? Chaqirdisi, boshida qolsin o'sha ovsinim. Ko'zim uchib turgani yo'q, boraman deb. Ha, nima bo'ldi? Yo seni aytmadimi? Aytsa ham bormas edim.